Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Insho mahoratini shakllantirish darslarimizda davom ettiramiz. Bu darsimizda muammo va yechim inshosi qanday yoziladi, u qaysi turdagi insho hisoblanadi, shular haqida atroflicha gaplashgan bo'lamiz. Hop, imtihonda bizda biror bir muammo yuzasidan uning yechimini so'rab biror bir maqola yozing, insho yozing deb so'ralishi mumkin ekan. Bunda biz muammoni olamiz, muammoni tahlil qilamiz, unga yechim axtaramiz va nima qilamiz? Yechim berishga harakat qilamiz va bu turdagi biz yozgan maqola yoki insho muammo va yechim inshosi deb nomlanadi. Xo'p, muammo va yechim inshosiga namuna beradigan bo'lsak, tazayadat مشكلة البطالة بين الشباب في العديد من الدول. ما هي الأسباب وكيف يمكن حلها؟ اكتب حوالي 250 كلمة. يعني ishsizlik ishsizlik muammosi ishsizlik muammosi ko'p yoshlar orasida oshib ketgan, ya'ni ko'p davlatlarda. Sabablar nima va uni qanday qilib yechish mumkin degan nima berilyapti sizga, insho berilyapti. Ya'ni sizdan nima so'ralyapti? Muammo tashlayapti o'rtada. Masalan, yoshlar orasidagi ishsizlik hozir ko'p davlatlardagi o'sib borayotgan muammo. Uni yechimlari, uni sabablari nima va uni qanday yechish mumkin? Mana shu nima hisoblanar ekan? Mana shu muammo va yechim inshosi sizga bitta muammo tashlayapti va uni sizdan sabablari va yechimlari haqida yozib berishingizni so'rayapti. Xo'p, kirish qismida nima qilamiz? Kirish qismini qisqa yozamiz. Uncha ko'p katta qilib yozishimiz shart emas. Unda muammoni umumiy qilib yoritamiz. Muammo dolzarb o'zi rostdan hamma davlatlarda kuzatilyaptimi yoki xos davlatlarda kuzatilyaptimi? O'shani dolzarbligini ta'kidlab o'tamiz. Muammoni ahamiyatini haqida ozgina so'z yuritamiz. Muhimmi rostdan ham bu mavzu yoki yo'qmi? Endi xulosa qiladigan bo'lsak, nima qilar ekanmiz? Muammoga ta'rif berar ekanmiz. Muammo ko'lami bitta davlatga xosmi, ko'p davlatlarga xosmi? Muammo ko'lami haqida gaplashar ekanmiz. Muammo olib boradigan natijalar haqida qisqacha aytib o'tar ekanmiz. Bitta natija, katta natijasini aytib o'tar ekanmiz. Keyin esa inshoning keyingi bo'limlarida muammoni biz yechimini ham yoritib ketamiz deb aytib ketishimiz kerak ekan. Misol uchun, تعد مشكلة البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الشباب في العصر الحالي. ishsizlik muammosi hozirgi kunda yoshlar yo'liqayotgan katta muammodir. تؤثر هذه الظاهرة بشكل كبير على استقرار المجتمعات وتطورها. bu vaziyat katta ravishda, katta shaklda jamiyatning barqarorligi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. حيث تخلق ضغوطا اجتماعية واقتصادية. ya'ni ijtimoiy va iqtisodiy bosimlar yaratadi. تحدد مستقبل الأجيال القادمة kelayotgan avlodlarning kelajagiga tahdid soladigan mana shunday iqtisodiy, ijtimoiy bosimlarni yaratadi. إن التفاقم البطالة يؤدي إلى مشكلات عديدة. ya'ni ishsizlikni kattalashib ketishi ko'p muammolarga sabab bo'ladi. Misla intishar al-faqr, misol uchun faqr deganim ya'ni kambag'allikning yoyilishi, val jarima va jinoyatning yoyilishi va taraju'u as-siqati bin-nafsi lada shabab va yoshlarda o'zlariga bo'lgan ishonchini orqaga qaytishi. في هذا المقال mana shu maqolada سنناقش أسباب البطالة الرئيسية. mana shu sabablarni, ishsizlik sabablarini, eng muhimlarini, ra'isiy sabablarini munoqasha qilamiz birgalikda. Va nuqaddimu hululan amaliyatan litaghallubu alayha. ya'ni buni ustidan g'alaba qozonuvchi amaliy yechimlar ham taqdim qilamiz. Amilina an tushima hadhihi al-afkar fi tahsin awda'i shabab. Va umid qilamizki, bu fikrlar yoshlarni vaziyatlarini yaxshilasa. Ya'ni nima qilyapmiz? Qaranglar, birinchi bo'lib inshoni muqaddimasini yozar ekanmiz. Muammoni mana mushkilatul bitola min abrozi tahaddiyat, muammoni yozdik. Muammoni ko'lami haqida so'z yuritar ekanmiz. Ko'p jamiyatlarda bu yoyilgan, kelayotgan avlodlarga ta'sir ko'rsatadi deb uni ba'zi natijalarini ham aytib ketyapmiz va oxirida buni sabablari va yechimlarini yoritamiz deyapmiz. Xo'p, muammo va yechim inshosi berilar ekan, biz uni kirish qismidagi asosiy ikkita qismiga bo'lib yozamiz. Birinchi qismda muammoni sabablarini yozib o'tamiz. Buni yozayotganimizda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa, muammoni sabablari tizimli ravishda yoritilishi kerak. Ya'ni bitta ketma-ketlikda yoritilishi kerak va har bir ketma-ketlik mantiqiy bo'lib, bir-birini nima qilish kerak? To'ldirish kerak. Va har bir sabab yozar ekansiz, uni hayotiy misollar bilan ham sharhlab ketishingiz kerak ekan. Agar faktingiz bo'ladigan bo'lsa, faktlar, statistikangiz bo'ladigan bo'lsa, statistikalaringiz bilan o'zingizni fikrlaringizni yanada kuchaytirishingiz mumkin ekan. Va ahamiyat beradigan joyingiz ana shu bir-biriga bog'liqlik ko'proq ahamiyat bering.
تعود مشكلة البطالة إلى عدة أسباب جوهرية. يعني ishsizlik muammosi asosiy bir necha sababga qaytadi. أولا الزيادة السكانية الكبيرة وتنامي عدد الخريجين يفوق قدرة سوق العمل على استيعائهم. hop birinchidan aholini katta miqdorda ko'payishi va adadul xirrijin va bitiruvchilar sonini o'sishi bilan birga o'sishi yafuqu qudrata suqul amal al isti'abihim, ya'ni ularni tayyorgarchiliklaridan bozor ish imkoniyati o'zib ketganligi, ya'ni ularni bozor ish imkoniyati ularni tayyorgarchiligidan ko'ra o'zib ketganligi, ya'ni bozorda ularni tayyorgarligi hech qanaqa narsa yo'q, ya'ni ular tayyorgarligini bozor talab qilmaydi. ثانيا هناك فجوة كبيرة بين المهارات التي يكتسبها الشباب في المؤسسات التعليمية وبين متطلبات السوق الحديث. bu yerda ikkinchidan katta bo'shliq borligi, ya'ni yoshlar ta'limiy muassasalarda o'rganayotgan mahoratlari bilan zamonaviy ish bozori talab qilayotgan narsalar orasida katta bo'shliq borligi. مما يؤدي إلى صعوبات إيجاد وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم. va bu narsa esa munosib o'zlarini kasblariga, o'zlarini muahhilat, o'zlarini diplomlariga munosib kasblar topishda qiyinchiliklarga olib kelmoqda. ثالثا uchinchidan تعاني بعض الدول من سياسات اقتصادية غير مستقرة. ya'ni ba'zi bir davlatlar barqaror bo'lmagan iqtisodiy siyosatlardan aziyat chekmoqda. تقلل من فرص العمل. bu siyosatlar esa ish imkoniyatini kamaytirmoqda. بسبب تراجع الاستثمارات وضعف الاقتصاد. va sababi buni sarmoyalarni, chet eldan kiritilayotgan sarmoyalarni orqaga qaytishi va iqtisodiy zaiflik. أخيرا so'nggida esa يفتقر العديد من الشباب إلى الدعم اللازم لبدء مشاريعهم الصغيرة أو تطوير أفكارهم الريادية. so'nggida esa ko'p yoshlar lozim bir kerak bo'ladigan ko'makka, turtkiga muhtoj, o'zlarini kichkina loyihalarni boshlash uchun yoki o'zlarini riyadiy, ya'ni boshlang'ich biznes fikrlarini rivojlantirish uchun, biznes g'oyalarini rivojlantirish uchun ular lozim ko'makka muhtoj. Ma yazidu min tafaqumil azama. va u mana shu narsalar esa ulkan inqirozni oshirmoqda. mana shu narsalarning yo'qligi nima? unga mana bu yaftaqir degan, ya'ni shu mana shular muhtoj sezishligi ekan. Ya'ni ko'p yoshlar lozim ko'makka muhtoj sezishligi, o'zlarini xos bo'lgan loyihalarni amalga oshirish uchun ehtiyoj sezishligi yoki o'zlarini biznes g'oyalarini rivojlantirish uchun ehtiyoj sezishligi, bu mana shu narsa ehtiyojmand bo'lib turishligi, boshlolmasdan turishligi, bu nimani olib kelyapti? Bu ya'ni azmi inqirozni olib kelyapti, inqirozni kuchayishiga olib kelmoqda. Endi ikkinchi qismda esa mana muammolarni yoritib chiqdik. Biz 3 ta yoki 4 ta muammo sanadikda. Endi har bir muammoni yodimizda bor, ko'ryapmizmi? Ketma-ketligi ham yodimizda bor, yozib oldik chunki. Endi shundan keyin har bir muammoga yechim taklif qilamiz. Xuddi muammolarni sabablarini yozib chiqqanimiz kabi. لحل مشكلة البطالة، ya'ni bitol ishsizlik muammosini hal qilar ekanmiz. يجب تبني حلول شاملة وعملية. ya'ni uni yechimlarini qurishimiz kerak, ya'ni shomil qilib, ya'ni hamma narsani o'z ichiga oladigan va amaliy tarzda nima qilishimiz kerak? Yechimlarni tutishimiz kerak. على الحكومة تقديم برنامج. أولا برنجدا على الحكومة تقديم برامج تدريبية مستمرة تركز على تزويد الشباب بالمهارات التقنية والعملية التي يحتاجها سوق العمل. birinchidan hukumatga lozim programmalar, ya'ni amaliy programmalar, davomli amaliy programmalar taqdim qilish va bu programmalar yoshlarda texnikaviy va amaliy mahoratlar bilan ta'minlashga diqqatini qaratsin. Shunday mahoratlar bo'lsinki, hozirgi bozor ish bozori unga ehtiyoj sezadigan amaliy texnikaviy mahoratlarni bolalar bilan ta'minlashga qaratilgan davomli amaliy programmalar hukumat tatbiq qilsin. bu birinchi yechim. ثانيا ينبغي تحديث مناهج التعليمية لتتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. va ta'lim dasturlari yangilanishi kerak, iqtisodiy va texnologik rivojlanishlarga qarab moslashib yangilanishi kerak. Bu ikkinchi yechim.
ثالثا uchinchisidan تشجيع ريادة الأعمال من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للشباب الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة. uchinchidan tashji'u ya'ni qo'llab-quvvatlash kerak. Riyadatul a'mal degan ishni boshlaydiganlarni, biznesni boshlayotganlarni qo'llab-quvvatlash kerak. U bo'lishi mumkin min taqdimid da'mil mali, ya'ni moliyaviy ko'mak berish orqali, texnik ko'mak berish orqali yoshlarga, ya'ni o'zlarini xos xususiy loyihalarni boshlayotgan, xususiy loyihalarni boshlashni xohlayotgan yoshlarga ko'mak taqdim qilish orqali, moliyaviy bo'lsin yoki texnikaviy bo'lsin, ko'mak taqdim qilish orqali nima qilish, yoshlarni, ishbilarmonlarni, boshlang'ich ishbilarmonlarni qo'llab-quvvatlash ham kerak deyapti. كما يجب تعزيز الاستثمار في القطاعات التي توفر وظائف متنوعة ومستدامة. shuningdek, xo'p, kichkina sektorlarni bunisini sarmoyasini kuchaytirish kerak. Allati tuwaffiru wazoif mutanawwi'atan va mustadama. Qanday korxonalar, qanday sektorlarki davomli va har xil kasblar bilan ta'minlaydigan. Misl teknologiya va ziroa va sinoat. Misol uchun texnologiya sohalarini, ziroat sohalarini va sanoat sohalarini nima qilish kerak? Qo'llab-quvvatlash kerak sarmoyalar bilan. Fil xitam, so'ngida esa endi xulosa qilayotgan bo'lsak, o'sha xulosada biz asosiy fikrlarni eslatib o'tib, o'zimizni fikrimizni ham aytib o'tish bilan yakunlarkanmiz. Masalan, fil xitam so'ngida tuzhiru mushkilatul bitala bayna shabab ahamiyat at-ta'awun bayna al-hukumat wal muassasat at-ta'limiyya wal qita' al-khas li ijad al-hulul al-mustadama. So'ngida esa ishsizlik muammosi yoshlar orasidagi ishsizlik muammosining ahamiyati shuni ko'rsatadiki, nimani ko'rsatadi? Yoshlar, hukumat va ta'limiy muassasalar, xos sektorlar o'rtasida at-ta'awun, ya'ni birdamlikni ahamiyatini ko'rsatadi. Nima uchun? Ijodiy hulul mustadama, ya'ni davomli yechimlarni, samarali yechimlarni topish uchun. Ash-shababu hum imadul mustaqbal, ya'ni yoshlar bu kelajakning ustuni. Vajibu an nuwaffira lahum bi'atan tumakkinuhum min tahqiq tumuhatihim va musahamata fi bina'i mujtama'at muzdahira. Va lozim biz ularni shunday muhit bilan ta'minlashimiz lozimki, tumakkinuhum, u muhit ularga imkoniyat bersin o'zlarini qat'iyatlarini amalga oshirishga va jamiyatni, gullab yashnagan jamiyatni qurishga, o'z hissalarini qo'shishga ularga imkoniyat bersin. Inna tatbiqal hululul munasiba, ya'ni munosib yechimlarni amaliyotda qo'llash va tavjihil juhud nahva tamkini shabab va yoshlarni imkoniyat berish yo'lidagi xatti-harakatlarga yo'naltirish, xatti-harakatlar bilan yo'nalish sayuaddi bila shak ila taqlilil bitala va tahqiq at-tanmiyati shamila. Sayuaddi olib keladi hech qanaqa shak shubhasiz ishsizlikni kamayishiga va to'laqonli rivojlanishni ta'minlashga olib keladi deyilyapti. Xo'p, endi shuni to'liq shaklini bilan tanishib chiqishimiz mumkin va bizga ham mana shu video ostida Telegram kanalda insho tashlab qo'yiladi. O'shani ham yozishga kirishamiz. Jami 272 ta so'z ekan. Ma'assalama fi amanillah. Inshaalloh shundan iborat edi. Omon bo'lamiz. Imtihonlarda omad.